Assalomu alaykum hurmatli student. Bugun sizlar bilan Koreyada GKS granti bilan magistratura, doktorantura va tadqiqot yo'nalishi uchun topshirayotgan nomzodlar uchun topshirish bosqichlarini gaplashib o'tamiz. Darsimiz 30 minut ichida bo'ladi. Qisqa, lekin men sizlarga chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Keyingi oy yanvarda oxirlari, xudo xohlasa, GKS o'z qabullarini ochadi. Magistratura, doktorantura va tadqiqot yo'nalishi uchun topshirayotgan nomzodlar uchun hammasi bitta paytda ochiladi. Shuning uchun bir oy oldin tayyorgarlik ko'rish sifatida sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Birinchi bo'lib bugun nimalarni o'rganamiz? GKS grant ustunliklari, cheklovlar, topshiriladigan yo'nalishlar, hujjatlar va hujjatlarga qo'yilgan talablar, topshirish bosqichi va natijalar chiqishi bo'yicha gaplashamiz. Kelinglar, sizlarning vaqtlaring nomi, agarda sizlarda natijalaring yoki bo'lsa o'sha shu yo'nalishga mos kelib qolgan bo'lsalaring GKS ga ariza topshira olmaysizlar. Ya'ni qaysilar bular? Koreya o'rta maktabni kodi hakko deyiladi. Yuqori maktabni bitirgan yoki bitirish arafasida bo'lganlar topshira olmaydi. Koreyada universitetni bitirgan yoki bitirish arafasida bo'lganlar, bitirib bo'lib so'nggi kursda o'qiyotganlar, ya'ni Koreyaga kelib bakalavriada o'qiyotgan va so'nggi kursida o'qiyotganlar, undan tashqari o'sha bitirib bo'lganlar GKS ga ariza topshira olmaydi. Ilgari Koreya hukumat tomonidan moliyalashtirilgan stipendiya orqali daraja dasturiga qatnashganlar, ya'ni daraja dasturi degani o'sha bakalavr, magistratura, oldin Koreya hukumati orqali qisqa qilib aytganda bakalavr darajasini olganlar, grant bilan o'qiganlar, kontrakt to'lab emas, yoki magistratura qilib turib PhD ga topshirayotganlar. Xo'p, yana GKS stipendiyasini bekor qilganlar, oldin GKS yutganda o'zini sababiga ko'ra, shaxsiy sabablariga ko'ra GKS bekor qilganlar qaytib GKS ga topshira olmaydi. Kelinglar, GKS grant ustunliklarini ham ko'rib o'tamiz. GKS granti nima ustunliklar beradi o'zi? Yutishga arziydimi? Shu savollarga javob beraman. Xo'p, ko'rib turganlaringdek, benefits turibdi, ya'ni GKS grant foydalari. Birinchi bo'lib airfare, ya'ni GKS bilan yutib kelayotgan odam yoki student, o'sha oddiy student emasda, u Koreya davlat hukumati, Koreya ta'lim vazirligi taklifi bilan kelayotgan student hisoblanadi. Ya'ni Koreya o'zi letter of invitation, ya'ni taklifnoma xati jo'natadi GKS yutganingizdan keyin, viza chiqishidan oldin, va shu sababdan GKS hukumati o'sha Koreya ta'lim vazirligi bordi keldi xarajatlaringizni, samolyot chiptalaringizni ekonom klass bilan olib beradi. Undan tashqari tuition, ya'ni GKS yutgan yo'nalishingizga, GKS yutgan universitetingizga kontraktini qoplab beradi 4 yil o'qishingiz davomida. Ya'ni undan tashqari Amerikaga topshirasizmi yoki anaqaga topshirasizmi, Germaniyaga, Yevropaga topshirasizmi, baribir bu universitetda admission fees bo'ladi. Bu ya'ni kirish puli bo'ladi, topshirish puli aytadigan bo'lsak $25, $50, $75 bo'lib, $100 bo'lib ketaveradi. GKS topshirayotgan student bundan foyda ko'rishi mumkin, chunki GKS topshirayotgan student bunaqa pul to'lamaydi. Hech qanday pul to'lamaydi GKS yutish uchun, o'zlarining hujjatini tayyorlab bersa bo'ldi. Undan tashqari, agar til sertifikatisi yo'q bo'lsa, koreys tilini bilmasangiz, kelib turib 1 yil koreys tilini o'qishiga ham pul to'laydi, stipendiya ham beradi o'sha payt. Undan tashqari o'sha til kursi, ya'ni trening bo'ladi koreys tili bo'yicha. Ya'ni bakalavr olaylik, bakalavrda darslar qiyin bo'lyapti. Shu narsani biladida GKS undan oldin 1 yil sizni til kursi bo'yicha o'qitadi, koreys tilini, madaniyatini, so'zlarini mukammal qilib o'rgatishga harakat qiladi. Ya'ni siz o'qib turib magistraturaga topshirasizmi, PhD ga topshirasizmi, darslarni tushunishga qiynalmasligingiz uchun shu narsani qiladi. Bu narsani o'zi qoplaydi GKS. Stipendiya ham beradi, aytganimdek, treningda ham pulini qoplab beradi. Undan tashqari o'zi stipendiyalar qancha deydigan bo'lsangiz, til kursida o'qiganingiz uchun 1 yil majburiy til kursi, agar topik 5-6 bo'lmasa, chunki 5-6 bo'lmasa, 3-4 bo'lsa darslarga tushunishga qiynalasiz. GKS oldindan shu patkurs o'qitadi. 1 yil uchun patkurs o'qishingiz davomida 14,160,000 Koreya vonida stipendiya beradi. Buni aytadigan bo'lsak, hozir davrga hisoblaydigan bo'lsak, 1 yilda почти $10,000 stipendiya olasiz degan. Undan tashqari, agarda siz o'zingizni sohangizga o'tganingizdan keyin, ya'ni til kursini tugatdingizda, magistraturaga o'tdingiz yoki doktoranturaga o'tdingiz,
shu o'tsangiz shu yildan boshlab stipendiya berish narxi o'zgaradi. Stipendiyani endi 15 million 720 ming won miqdorida beradi. Bu 12 ming dollar atrofida tushadi degani. Undan tashqari agarda siz tadqiqot yo'nalishi bilan kelayotgan bo'lsangiz, 1 yil o'qiysiz Koreyada, 1 yil o'qishingiz davomida 19 million 800 ming won, почти deyarli 13 ming dollar почти anaqa beradi. Stipendiya beradi. Juda ham katta grant. O'zi misol uchun 4 yilga o'taydigan bo'lsa 80 ming dollar baholanadi. O'zi buni olib qarasa, hamma 4 yillik kontraktlarini olib tashlasa, berayotgan stipendiyalari, olib berayotgan chiptalari, admission feelarini olib tashlasa, shunaqa atrofida baholanadi o'zi. Kelinglar endi topshiriladigan yo'nalishlar bo'yicha gaplashamiz. MC Track, ya'ni elchixona yo'nalishi orqali, yo'nalishi orqali topshirmoqchi bo'lsangiz, Koreya ta'lim markazi bor Toshkentda, shu orqali topshirasiz. Va elchixona orqali kvotalarni ko'radigan bo'lsak, umumiy yo'nalish bo'yicha 669 ta o'rin ajratgan. Overseas Korean, ya'ni urush paytida Koreya fuqaroligidan voz kechib, hozirda boshqa davlatda yashayotgan etnik koreyslar uchun 11 ta, undan tashqari o'sha Ukrainada urush bo'layotgan hisobiga Ukraina yoshlari uchun ham alohida 40 ta o'rin ajratgan. Shu asosiy MC Track uchun ajratilgan o'rin umumiy dunyo bo'yicha, bitta O'zbekiston emas, umumiy dunyo bo'yicha shunaqa o'sha kvotalar bergan. Kelinglar endi University Track, ya'ni universitet orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, hujjatlar jo'natib, topshirilish bosqichi bo'yicha topshirmoqchi bo'lganlarga qancha kvota berilgan shuni ko'ramiz. Ularga general, ya'ni umumiy yo'nalish 150 ta berilgan, 150 ta kvota ajratilgan. RGKS, ya'ni Regional GKS, viloyatdagi universitetlarga, viloyatdagi degani bu chekka emas, Seuldan tashqaridagi viloyatdagi universitetlarga RGKS kvotasi bilan 465 ta o'rin ajratgan. Tadqiqot uchun kelayotganlar 5 ta o'rin, R&D, ya'ni Research and Development, tadqiqot va uni rivojlantirish bo'yicha, ma'lum bir yo'nalish bo'yicha kelayotganlarga 300 ta o'rin ajratgan. Global Network, undan tashqari xalqaro biznes, xalqaro aloqalar sohasini bitirganlar uchun 80 ta o'rin ajratgan. Global Networkga hamma ham topshira olmaydi, faqatgina o'sha xalqaro biznes, xalqaro huquq yoki bo'lsa xalqaro aloqalar kabi sohalarni bitirgan, shunaqa networking qiladigan sohalarda o'qib chiqqanlar uchun 80 dona GKS yangi kvota sifatida ajratgan. Undan tashqari international organizationlar uchun 100 ta kvota ajratgan, ya'ni xalqaro tashkilotlarda ishlayotgan odam, studentlar va magistraturani o'qimoqchi bo'lganlarga shu 100 ta kvota ajratgan. Ya'ni ko'rib turganlaringdek ancha katta universitetlar orqali topshirish kvotasi, adashmasam 1000 tadan oshiq. Ko'rib turganlaringdek o'zlaringni akademik yutuqlaringga qarab, o'zlaringni akademik qobiliyatlaringga qarab, undan tashqari o'sha salohiyatlaringga qarab topshirsalaring bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, qaysi biri yaxshi, MC Trackmi, University Trackmi deb ko'pchilik so'raydi o'zi. Men o'zim University Track universitet bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilib yutib kelganman. O'shuning uchun menga har doim University Track yoqadi va studentlarni ham shu universitet yo'nalishi orqali tayinlashga harakat qilaman, chunki ancha qulay va ancha yutish oson. Endi ancha yutish oson emas, lekin MBC ga qaraganda yutish oson, chunki kvotalar ko'p. Ko'rib turganlaringdek. Xo'p, endi keyingi pejga o'taman. Hujjatlar ancha ko'p. To'g'risini aytadigan bo'lsam, qisqa qilib tushuntiraman. Bularni chuqur qilib tushuntirish mumkin, lekin apostil qilinadigan hujjatlar bor, notarial tasdiqlanadigan hujjatlar bor. Bugungi videoda qisqa qilib tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Birinchisi ariza formasi. Bu ariza formasini ichiga kirib ketadigan hujjatlar birinchisi personal statement, o'zingiz haqingizda tanishtiruv xati, study plan, o'qish maqsadlaringiz, research proposal, faqat tadqiqot dasturiga topshiruvchilar uchun, ya'ni O'zbekistonda va boshqa davlatda bakalavrni ham, magistraturani ham, PhDni ham bitirdida faqatgina Koreya GKS orqali research proposal, ya'ni ilmiy ish uchun kelayotganlar. Tavsiyanoma xati, letter of invitation, ya'ni universitet taklif qilgan bo'lsa, ya'ni Koreyadagi universitet siz taklif qilgan bo'lsa o'zi, bu ham tadqiqot o'tkazadigan odamlar uchun, shu tadqiqot o'tkazib kelsin biz universitetda deb rasman taklif qiladigan bo'lsa, taklifnoma xatini ham shu ariza formasida berishingiz kerak. GKS arizachi kelishuvi bu ham ariza formasini ichida ketadi, ya'ni GKS applicant agreement bo'lib ketadi.
Undan tashqari mana shu shaxsiy tibbiy formni to'ldirish ham bor. Medical form ichiga kirib ketadi va undan keyin tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va ota-ona pasporti. Bular endi ariza shaklining ichiga kirmaydi bular. Bular ariza shaklining ichiga kirmaydi. Alohida qilib to'ldiriladi. Ariza shakli degan application form. Shu application formning ichida shu aytilgan 8 ta narsa bo'lishi kerak. Agarda siz oddiy magistraturaga topshirayotgan bo'lsangiz, 6 ta narsa bo'lgani yetadi. Unaqa research proposal, letter of invitation unaqalar topshirmaysiz. Endi alohida hujjatlarga keladigan bo'lsangiz, o'zingizda tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va ota-ona pasporti kerak. Bakalavr diplomi apostil qilinishi kerak. Bakalavr baholar varaqasi notarial tasdiqlanishi kerak. Notarial tarjima qilinadi va tasdiqlanadi. Undan tashqari magistr diplomi. Agarda siz PhD ga topshirayotgan bo'lsangiz, magistr diplomini apostil qilib berasiz. Bundan tashqari magistr baholar varaqasi GPA deb hisoblanadi bu ham. Buni notarial tasdiqlab tarjima qildirsangiz bo'ladi. Ya'ni tarjimani notarial tasdiqlab beradi Koreya uchun. Bu ham PhD uchun kerak bo'ladi. Endi undan tashqari ixtiyoriy hujjatlar ham bor. Ixtiyoriy hujjatlar qaysilar? Ish joyida ma'lumotnoma faqat professional tadqiqot dasturi uchun, ya'ni endi tadqiqot dasturiga topshirayotgan odamlar ancha yoshi katta bo'ladi, 35-36, qaysidir joyda ishlayotgan bo'ladi, ishlab experience tajriba olgan bo'ladi. Shuni ko'rsatib turadigan ish joyida ma'lumotnoma topshirish mumkin. Ya'ni shunaqa tajribaga ega o'qituvchi yoki bo'lsa professor shu universitetga tadqiqot dasturini o'tagani ketyapti deb bitta o'sha dalil sifatida berilishi mumkin. Bundan tashqari ixtiyoriy hujjatlarga asosan ko'pchilik yoshlar topshiradigan til sertifikatlari ham kirib ketadi. TOEIC, IELTS, SK, undan tashqari SAT ham topshirish mumkin. Endi unaqalar majburiy emas, ixtiyoriy-ku, lekin plus rol o'ynab beradi. Undan keyin qo'shimcha yutuqlar va sertifikatlarni berishingiz mumkin. Ya'ni o'zimni tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, men GKSga topshirayotgan paytim olimpiadaga qatnashganman. 9-10 va 9-10 qatnashgan ekanman. Viloyat bosqichida 3 va 4-o'rinni olganman, ketma-ket chiqib. Shuni berganman. Undan tashqari yana 2022-yil Best Essays Competition respublika doirasida eng zo'r essay yozish insholar tanlovi bo'lgan. O'shunda yuqori o'rin olganim uchun o'sha prezidentdan anaqa kelgan, sertifikat kelgan. Shu sertifikatni ham topshirganmiz. Asosan shular. Keyin ixtiyoriy hujjatlarga o'sha pasport nusxa ham kirib ketadi. Ya'ni zagrant pasporti universitet so'rasa, uni ham topshirishingiz kerak. Keyin topshirish bosqichlarini aytib o'tadigan bo'lsam, MBC bilan universitet direkt katta farq qilmaydi-ku, lekin bitta farqi bor. Bitta bosqichi bo'yicha uni ham tushuntiraman. Birinchi bo'lib ko'rib turganlaringdek, birinchi raund tanlovi qanaqa bo'ladi? Birinchi bo'lib o'sha GKS qabullar ochgandan keyin hujjatingizni elchixonaga olib borasiz. Elchixona orqali topshirayotganlar, ya'ni Koreya ta'lim vazirligiga, Koreya ta'lim vazirligi emas, Koreya ta'lim markaziga olib boradi. Bizda hali unaqa rasmiy elchixona ochilgani yo'q. Koreya ta'lim vazirligi o'sha elchixona sifatida GKS bilan bog'lab beradi. Undan tashqari, universitet orqali topshirayotgan studentlar bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri universitetga aloqaga chiqadi, hujjatlarini universitetga jo'natadi va qabul qilingan studentlar, mana shu birinchi bosqichdan o'tgan studentlar MBC Track bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri NIAIDni o'sha elchixonasiga, Koreya Xalqaro ta'lim vazirligi bo'limining elchixonasiga hujjatlari boradi. Ya'ni universitet shu kandidatlarni, shu studentlar saralab oldida tavsiya qilyapti NIAIDga degan anaqa bo'ladi. Nima deydi? O'zaro aloqa bo'ladi o'rtada. Agar universitetdan javob kelmasa birinchi raund bo'yicha, demak sizni NIAIDga tavsiya qilmabdi, sizni o'sha arzirli kandidat sifatida ko'rmabdi. Agarda sizdan birinchi raund bo'yicha javob keladigan bo'lsa, siz ishonch hosil qilishingiz mumkin. Sizning hujjatlaringiz NIAIDga, ya'ni Koreya ta'lim vazirlik bo'limiga ketgan, hujjatlaringiz o'sha yerda ko'rib chiqilyapti. Keyingi step, ikkinchi yo'nalish, application documents of recommended candidates arrived at NIAID, ya'ni universitet tavsiya qilgan kandidatlarni, nomzodlarni hujjatlari NIAIDga yetib keladi va ikkinchi o'sha yo'nalishda NIAID screening process, ya'ni document screening deyiladi. Dokumentni yana bir chuqur o'zi ko'rib chiqadi, ya'ni rostdan universitet tavsiya qilgan kandidat, o'zimiz ham tavsiya qilamizmi, ya'ni universitetga o'zimiz ham nima desa bo'ladi, o'zimiz ham tanlab olishimizga arziydimi deb turib yana bir marta o'sha
screening prosesini o'tkazadi. Bu ikkala step uchun ham ketaveradi. Ya'ni ham universitetga, ham MC ga kirib ketadi bu step. Uchinchida MC uchun qilinadi, ya'ni tanlab olingan kandidatlar yana bir bor imtihon topshiradi. Lekin University Trackda unaqa narsa yo'q bo'ldi. NID tavsiya qildimi, NID ham o'sha tasdiqladimi, demak siz deyarli GKS yutdingiz degani. Shunaqa final announcement of GKS scholars, GKS yutganlarda oxirgi o'sha natijasi e'lon qilinishi saytda chiqadi. Keyingisi natijalar chiqishini ko'ramiz. Natijalar qanday chiqadi, qachon chiqadi, buni ko'radigan bo'lsak, birinchi bo'lib MC Trackda jicha oldinroq boshlanadi bu proseslar. Ko'rib turganingizdek, fevral va mart o'rtasida birinchi raund natijalari chiqadi. O'zi Koreya ta'lim markazi o'zi aytadi. University Track bo'yicha emailga o'zi xabar keladi. Aprel yoki fevral oralig'ida. Yanvarda boshida ochiladigan bo'lsa, asosan fevralda kutmang javoblar kelishini, asosan aprelda keladi. Aprel o'sha agar MC Track bo'ladigan bo'lsa, martda keladi. Chunki o'zini ham universitetlarda ham ko'rib chiqadigan deadline bilan farq qilishi mumkin. Va aprelda boshlarida NIDga tavsiya qiladi MC Track. University Track bo'lsa, universitet orqali topshirayotgan studentlar bo'lsa, kechroq aprelda o'sha oxirlarda NIDga hujjatlaringiz yetib boradi. Va NID ham o'sha 15-20 kun oralig'ida o'zining javoblarini chiqaradi. Aprelda oxirida xudo xohlasa o'sha NIDning javoblari chiqadi. Endi University Track orqali bo'ladigan bo'lsa, mayda oxirlarida chiqadi, o'shacha cho'zilib ketadi bir oy orasi bilan. 3-raund bo'lsa, MC Trackda mayda oxirida chiqadi. University Trackda 3-raund bo'lmaganligi sababli hech qanaqa o'sha javobni kutmasangiz ham bo'ladi. Shu joyda mana shu mayda oxirlarida javob keldimi, NID ham tasdiqlandi deb, demak siz GKS yutdingiz va announcement of final successful candidates, oxirgi finalistlarning natijasi shu anaqada chiqadi, iyunda oxirida chiqadi.